Qizlar, sizlar bilan gaplashmoqchiman bitta tema haqida. Hozir Instagramni kovlab o'tirdim. YouTube'ga video, kстати, joylanyapti. Kutyapman, faqat joylanishini deb o'tiribman. Xullas, bitta qizni videosini ko'rib qoldim. Bunaqa ko'p podpishchik emas, 17 mingta podpishchik bor ekan. Mana bu yerga katta Yves Saint Laurentning emblemasi bor narsani kiyib olganda stil haqida gapirib o'tiribdi. Stil bu, meni fikrim bo'yicha, SNG davlatlarida mashhur bo'lgan brendlarni kiyib olish emas. Stil bu как раз таки tacky brendlarning nomi yo'q, lekin kачествоsi yaxshi kashmir, yaxshi paxta, nima HB deymiz-ku biz, o'shanaqa narsalardan qilingan, lekin labellari yo'q narsalar haqiqiy boylarning kiyimi. Haqiqiy boylar hech qachon mana bunga katta qilib brendlarning nomi yozilgan narsa kiymaydi. Uni har doim sizlarga aytaman. Boy ko'rinmoqchi bo'lgan kambag'allar. Men ham o'sha yerda bo'lganman, o'tganman bu narsadan, bilaman. Nima deyotganimni ham tushunib turibman oxirigacha, eshitinglar. Xullas, opamiz o'tiribdilar-da, aytibdilarki, mana shu yerga katta YSL bor-ku, Yves Saint Laurent yozilgan narsani kiyib olganlar-da. Men sizlarga hozir menga obuna bo'linglar, kiyinishni o'rgataman, haqiqiy stilinglarni topasizlar, bir balo lalala tralala. Men shunaqalarni o'lsam modaga kelganda, masalan, injiq odamman. O'zidan aqlini yasab hammaga kiyinishni o'rgatadigan, chala psixologlar, o'zini hayot bir bola bo'yatib, lekin aqlli qilib o'tiradiganlarni ham yomon aytaman, men hech qachon maslahat bermayman deyman-ku. Kiyinishni ham hech kimga o'rgatmayman, psixologiyadan ham maslahat bermayman, bu yerda aqlli qilib. Shunchaki o'zimning fikrimlar bilan bo'lishib o'tirishim mumkin, lekin o'rgatish sifatida emas kimgadir. Shunchaki bu meni Instagramim, dnevnik sifatida, kundalik sifatida sizlar bilan gaplashaman. Meni fikrim bo'yicha stil bu odamning shaxsiyati. Sizlar misol uchun o'zingizlar qanaqadir bir shaxsiyatga ega bo'lib turib, kiyim orqali bitta sizlarga shaxsiyatingizga to'g'ri kelmaydigan kiyimni kiygizib qo'ysak, hech qachon u kiyimda o'zingizlarni qulay his qilmaysizlar. Hech qachon bu kiyim sizlarga yarashib turmaydi, chunki u kiyim sizlarning shaxsiyatinglar emas. O'shaning uchun shunaqa chala stilistlar atibitесь от людей. Вот atibitесь. Nimaga sizlar o'ylaysizlarki, sizlar u odamni o'ziga nisbatan, o'zini ichida nima bo'layotganidan nisbatan sizlar yaxshiroq odamni bilasizlar-da, hozir o'tirib olib bu yerda unga qanaqadir bir obraz tuzib berasizlar. Qizlar, kiyim bu sizlarning ichki dunyoyinglar. Nima sizlarga qulay bo'lsa, nima sizlarga yoqsa kiyinglar. Hech qachon birortasi kelib sizlarga "Mana senga yarashmabdi, men buni kiyma" desa eshitib o'tirmanglar. Chunki modaga kelganda har bitta odamning o'ziga yarasha didi bor. Говорят же, вот rus tilida aytganda, "Дело вкусах, о вкусах не спорят". Har bitta odam o'zini didi bor. Kim bu yerda sizlarga aytib qo'ydiki, "Men buni didi to'g'ri, seni diding noto'g'ri" deb. Har bitta odam o'zini didi bor. Biz qachon to'xtatamiz birovlarning kiyimini obsujdat qilishdan? Qachon? Nimaga biz chetdan o'tirib boshqa odamga nima kiyish kerakligini bu yerda diktovat qilib o'tirishimiz kerak? Nimaga? Odamlar o'zi hal qila olmaydimi? Nima kiyishi, nima qaysi kiyimda ularga qulay, oversize kiyadimi, tor narsa kiyadimi yoki polностью yopib bo'ladimi? Bizning nima ishimiz bor? Opamiz o'tiribdilar, o'zlaridan o'zlari intervyu olib o'tiribdilar. Bor-ku, hozir shunaqangi format chiqib ketgan video qo'yish. Xuddi undan kimdir intervyu olyapti. Xullas, nimaga qizlar oversize narsalarni xos tanlashyapti degan savolga faqat ikkita yo'li bor. Hech narsaning faqat ikkita yo'li emas. Dunyoda shunaqangi variantlar ko'p, buni esingizdan chiqazmanglar. Ikkita yo'li bor. Nimaga ular oversize kiyadi? Semiz bo'lsa qomatini yopish uchun, uyalsa o'zini badanidan uyalsa oversize kiyib yopadi, yokida nima degan yana? Nimadirlikka ham yana kiyadi degan. Trend orqasidan yugurib oversize kiyadi degan. Misol uchun men ham oversize kiyaman. Men ozg'in qizman.